235 sanын biz yuzlarga, destalarga ham biremliklarga tarqata olamiz. Bu san 200, yuzlar o'rnida 2 sifrisi, 3 desta, destalar o'rnida 3 sifrisi ham 5 biremlikka tegiz. Anlayışlıroq bo'lsin uchun men bu sonning rasmini yasadim deyik. Bu rasmda tugal 235 tartma bor. Har birisida yuzlar tartma bo'lgan 2 zo'r turkum, ya'ni 200, 3 desta tartma, ya'ni 30 tartma, ham tag'in 5 ayrim tartma, ya'ni 5 tartma. Hozir aytamiz bir misol ishlaygali. Bu songa aytik 10 sonini qo'shsak ne bo'lar? 10 sonini qo'shuv ul boshqacha aytganda 1 desta qo'shuv degan so'z. 1 desta qo'shuv. 1 desta qo'shuv ul mana bularga tag'in 1 destani ista degan so'z. Aytamiz ul yangi destaning rasmini chizib qo'yik tezgina kelib chiqsa. Demak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, buning natijasi narsa? 3 destam bo'lib, anga 1 desta istasam, menim barlig'i 4 destam bo'lacak. 4 destam bo'lacak. Aytamiz buni sari tis bilan yozikchi. Demak, 4 destam bo'lacak. Biremliklar soni o'zgarmay, chunki biremliklar istamadik. Demak, 5 biremlik. Ham yuzlar sonida o'zgarmay, chunki yuzlarda istamadik. Demak, 200. Demak, hozir bizning 204 destamiz ham 5 biremligimiz bor. 204 destamiz 5 biremligimiz. Bu narsaga tegiz? 204 desta 5 biremlik, ya'ni 245 ga. Tag'in bir misol ishlayikchi. Bu yo'li 10 tugul 100ni qo'shik. Bularning barisida bitiramiz. Demak, 10 tugul 100ni qo'shamiz. Demak, qo'shamiz. Qo'shuv 100. 100. Sari bilan yozikchi, sari ham zangir. Demak, qo'shamiz 100, 0 desta, 0 biremlikni. Hadigini aytganda 100ni. Buni tarqatib so'z bilan yozsak, ul 100 ga tegiz. 100. Demak, 200ligim bor edi. Men tag'in 100likni istadim. Aytamiz buni shuni rasmda da ishlaygali. Bu 100likni olaylik, kopiyalik, ham tag'in 100lik istayik. Demak, necha yuzligim bor menim hozir? Menim hozir 1, 2, 3 yuzligim bor. Bunda yoza olamiz. Demak, 2 yuzligim bor edi, 100ni istadim, ham 300 bo'ldi. Demak, 300 so'z bilan yozsak bunda. 300. Destalar soni o'zgardimi? Yo'q, o'zgarmadi, chunki 3 destam bor edi. Bir narsa istamadim. 3 destam qoldi. Biremliklarda shulay 5 biremligim bor edi, bir narsada istamadim, 5 biremligim qoldi. Demak, 300, 3 desta 5 biremlik. So'z bilan buni tarqatib yozsak, bu 300 qo'shuv 3 desta qo'shuv 5 biremlik. 335.